Bu safar nima bo'ladi? Svetlaymi? Odil aka. Bitta. 10 kun 20 kilo tug'adiganlari. Xo'p, 3ta. Hammasi yelilyapti. 4ta. 5ta. 7tagina. 7ta ekan. Hammasi uzoq bilan 1 oy ichida tug'adi, Odil aka. Hammasi 1 oy ichida tug'adi, uzoq bilan. Aylantirib tomonga, ey. Xo'p, bularni qarang, uzog'i bilan bir oyda, bir haftada tug'adi hozir. Narxi Odil aka mana 7 bo'g'ozlari bor, 10 kunda tug'adiganlar bor. Hammasi 1 oy ichida tug'ib bo'ladi. o'rta o'sha yerda aylantiraylik. Qayda o'sha yoqqa soch? Mana Odil aka. Ko'pkalarga qarang. Qo'li 5 qo'l barobar emas. Kimgadir yoqan lola, kim atirgul qayda olsin. Shivik ishbozlari ham bordir ichida. Odil aka soni 7 bor. Yaxshi kunda xudo xolasa yordamimizni ayamaylik. Odil aka. Lapi. 7 bosh. Aha. Bitta joyda olsa bor-ku Odil aka. Hop. Bittasi 233 million bo'ladimi? Yana 3 million bonus. 230 million bersin, 7 ta bo'g'ozni beraman aka. Nech bilan bo'lyapti? Mana. 30 tankdan o'tdi. Mana. Tushunmadim. 230 million bersin. 230 million bo'lsa, 30 milliondan bo'lganida 30 milliondan o'yla 210 million bo'ladi. yana bu yoqda Ya 20 millionda 8 taga bo'lib olsa 32 yarimga ketar ekan. Ha. 32,5 dan bo'g'ozdan sotasizmi siz? Ketdi O'zbekiston bo'ladi. Xohlasin naq, xohlasin berishni so'rab bersa, xohlasin barter aka. Xohlasin semiz o'g'li bo'lsa barter ham qolaveradi. Mana aka toza shu yerda, birinchi qoringa. Barakasi men 2,5 milliondan 7 tasini bir joyga olgan odamga ketdi mana. Ha, aka.